Agar yo'nalishingiz arxitektura bo'lsa, interyer va uchastkalardan tashqari keyingi etapga o'taman desangiz, hozir sizga 4 ta dunyodagi eng mashhur kompaniyalarni ko'rsataman. Bitta Foster Partners, Norman Foster'niki. Bu yerda mana har xil shaharda bor. Londonda, San Fransisko, Miami, Singapur. Xohlagan joyingizga ishga kirishingiz mumkin, faqat o'sha talablariga javob bo'lishi kerak. Dizayner, misol arxitektor, BIM, Revit bilsangiz ham katta plus bo'ladi. Revit, Rhino, fasad specialistligingizni ham bu yerda mana shular hammasi. Shuncha vakansiya bor hozir bularda, ochiq turgan vakansiyalar. Xo'p, undan keyingisi Big. Nomi Big. Xo'p, bu yerda ham mana shuncha ishlar. Bu yerda internship qilsangiz bo'ladi, agar qaysidir joyda o'qishdan boraman desangiz. Xo'p, bu yerda keyingisi RMGM. Bu saytda ham hozir bu yerda locationlarni yozgan. Dubayda ham bor. BIM architect 5 yil so'rayapti. Ya'ni Revitda arxitekturani qiladigan. Bular endi katta kompaniyalar. Bularga oddiy uchastkalar emas, katta binolar qiladigan darajada bo'lishingiz kerak Revitda. Dizaynda ham, boshqasida ham hammasida portfoliosi shunaqa bo'lishi kerak. Va keyingisi Killa dizayn. Killada ham mana dizayn arxitekt, shuncha yo'nalishlar bor. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta like.